Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam nima deyaptilar? Agar qaysidir bandani Alloh yaxshi ko'rsa, azobini, ya'ni qilgan gunohiga azobini dunyoda sodir qilib qo'yadi. Demak, gunohimiz bor. Qanday? Biz bandamiz, gunohkormiz. Alloh taolo ora-orada sinovlarni bizga berib turadi. Kasallik beradi, qanaqangidir sinov beradi, farzand ne'mati bilan sinaydi, mol ne'mati bilan sinaydi, ota-ona yo ba'zi bir muammolar. Ba'zi bir sinovlar bilan Alloh taolo bizni sinaydi. Biz nima deymiz? Uni ustida sinovlar kelyapti, uni bu xatokor, u yomon inson deb o'ylaymiz. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam nima deyaptilar? Agar Alloh taolo bandani yaxshi ko'rsa, sinovlarni shu dunyoda tez-tez beradi. Ya'ni qilgan gunohlariga tez-tez beradi. Agar bandaga Alloh azobni xohlayotgan bo'lsa, dunyoda uni hayoti go'zal, uni qilgan qilmishlarini, jazosini, uqubatini, azoblarini hammasini qiyomatga olib qo'yadi. Qiyomatda Alloh taolo uni azoblaydi.